Assalomu alaykum. Yoz kelib, havosi boshlashi bilan hamma odamda ham issiqlikka nisbatan sezuvchanligi har xil bo'lganligi sababli, ayniqsa konditsioneri bor bo'lgan jamoalarda yoki oilalarda shunaqa muammo kelib chiqadiki, kimgadir konditsionerni yoqib qo'yish ma'qul bo'ladi, kimgadir buni o'chirib qo'yish ma'qul, ya'ni konditsionerdan qo'rqadi. Buni bir qancha sabablari bor. Ba'zi odamlar konditsioneri bor xonaga kiradigan bo'lsa yoki salqin joyga kiradigan bo'lsa, birdaniga aksirib qoladi yoki birdaniga yo'tal tutib qoladi. Shuning uchun ham konditsioner meni shamollatdi deydi. Endi bu masala chaqalog'i bor oilalarda yana ham aktualroq bo'ladi. Ya'ni chaqaloqni konditsioneri bor bo'lgan, konditsioner ishlab turgan xonaga olib kirish mumkinmi yoki mumkin emasmi degan savol ham kun tartibiga chiqib qoladi. Bugun bu videoda mana shu narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Sizda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, sizda yoki sizning oilangizda bu haqda sharhlarda ma'lum qiling. Biz uchun ham bitta ma'lumot bo'lib qoladi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Ko'pchilik konditsionerlardan qo'rqadi. Ayniqsa bolalarni konditsioner yoqib turgan, yonib turgan xonaga olib kirishdan qo'rqadi. Sababi kirganda aksariy yo'talish ko'p bo'ladi. Buni asosiy sabablaridan biri, ya'ni konditsioneri bor bo'lgan xonaga birdaniga issiqdan kirganda aksariy yoki yo'talish sabablaridan biri bu yuqori nafas yo'llarini ta'sirlanishi. Ya'ni issiq havodan birdaniga sovuq havoga kiradigan bo'lsa, qon tomirlari torayadi, toragandan keyin bu yerda ta'sirlanish yuzaga keladi. Ta'sirlangandan keyin tabiiyki aksirish yoki yo'talish yuzaga keladi. Konditsionerlar mustaqil ravishda infeksiya tarqatuvchi hisoblanmaydi. Ya'ni o'sha gripp deymiz yoki boshqa angina deymiz, laringit, faringit, traxeit, bronxit degan narsalarimiz bo'ladi yoki pnevmoniyalar, o'pkani yallig'lanishi degan narsalarimiz, bular infeksion kasalliklar hisoblanadi. Ya'ni bular viruslar, bakteriyalar yoki qandaydir zamburug'lar ta'sirida yuzaga keladi. Bularsiz yallig'lanish bo'lmaydi. Ya'ni bu joylarda yallig'lanish bo'lmaydi. Va konditsioner mana shunday infeksiyalarni tarqatmaydi. Konditsioner qachon infeksiya tarqatuvchi bo'lishi mumkin? Qachonki konditsionerda filtr setkalari bo'ladi. Mana shu fenning ichida turadigan filtr setkalar bo'ladi. Mana shu setkasi to'lib qoladigan bo'lsa, o'z vaqtida yuvib tozalab turmaydigan bo'lsangiz, mana shu joyda infeksiyalar o'tirib qoladigan bo'lsa, shu infeksiyalarni tarqatishi mumkin. Mana shu holatdagi infeksiya tarqatuvchi hisoblanadi. Agar buni o'z vaqtida yuvib tozalab turadigan bo'lsangiz, konditsionerlar infeksiya tarqatuvchi bo'lib hisoblanmaydi. Konditsionerning vazifasi mana shu xonadagi, shu xonada turgan konditsioner mana shu xonadagi havoni oladi, o'zini fenni ichidan o'tkazadi. Fenda o'sha muzdek freon bo'ladi. Mana shu freonning ta'sirida havoni sovutib turib o'tkazishdan iborat. Ya'ni boshqa hech qanaqa narsa qo'shimcha hech narsa qo'shmaydi bu. Mana shu havoni kondensatsiya qiladi, ya'ni sovutib o'tkazadi. Vazifasi shu. Agar qachonki bundan shu havo yuradigan yo'llarda infeksiya to'planib qoladigan bo'lsa, bu holatda mana shu infeksiyalarni ham tarqatib yuborishi mumkin. Shu holatdagina qandaydir infeksion kasallikka sabab bo'lishi mumkin, lekin juda ham ehtimoli kam buni. Konditsionerda asosiy zararlardan biri bu shu xonani havosini quritib yuborish bilan bog'liq. Ya'ni ma'lum darajada xonani havosini quritadi. Umuman olganda konditsionerni biz 24 darajada ushlab turadigan bo'lsak, shu xonani haroratini 24 darajada ishlab turadigan bo'lsak, bu katta odam uchun ham, chaqaloq uchun ham zararsiz hisoblanadi. Ya'ni bemalol shu xonada biz chaqaloqni olib parvarishlashimiz mumkin. Hattoki bu foydali ham. Ya'ni chaqaloqlarda umuman hamma odamda termoregulyatsiya degan narsa bo'ladi. Ya'ni haroratni regulyatsiyasi, tanani haroratini regulyatsiyasi. Tana haroratini o'lchaydigan bo'lsangiz, mana qo'ltiq ostida o'lchanganda 36.6 deyiladi normasi. Bu chaqaloq uchun ham shu, katta odam uchun ham shu xos. Termoregulyatsiya deymiz, haroratni ushlab turuvchi bir qancha mexanizmlar bor. Bu narsalar katta odamda yaxshi rivojlangan bo'ladi. Va chaqaloqda bu yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham chaqaloq issiq havoga chiqadigan bo'lsa yoki juda ham sovuq havoda bo'ladigan bo'lsa, juda ham qiynalib qoladi. Ya'ni o'zini tanani haroratini yetarlicha darajada isitib olishga yoki yetarlicha darajada sovutib olishga qiynalib qoladi chaqaloq. Juda ko'p resurs sarflab qo'yadi va sovutilmasligi yoki isitilmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun ham chaqaloqqa
issiq havoda yotgandan ko'ra salqingina o'sha 24-25 gradusli xonada yotgani afzal. Ya'ni chaqaloq uchun shu qulay. Yo'talishi, aksirishi mumkin, to'g'ri. Bu yuqoridagi sabablar bilan bog'liq. Ya'ni yuqori nafas yo'llarining ta'sirlanishi bilan bog'liq va chaqaloq shu salqin xonada uzoqroq vaqt yotadigan bo'lsa, kechasi bilan yotdi, kunduz bilan yotdi, o'shanda ham yo'talish, aksirish bu ko'proq xonani havosini qurib ketishi bilan bog'liq. Ya'ni yuqorida aytdim, konditsionerlar xonani havosini quritib qo'yadi. Mana shu narsa bilan bog'liq. Xonani havosi quriydigan bo'lsa, yuqori nafas yo'llarini shilliq pardalari ham quriydi. Qurigandan keyin ta'sirlanadi. Ta'sirlangandan keyin ana shunday aksirish yoki yo'talish yuzaga keladi. Va bundan tashqari qurib qolgandan keyin mikroyoriqlar yuzaga keladi. Bu yerda ko'zga ko'rinmaydigan bu yoriqlar orqali infeksiyaning tushishi osonroq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham konditsioneri bor xonada asosiy e'tibor qiladigan narsamiz bu xonani havosini namligi. Namligini ma'lum darajada ushlab turish kerak. Endi yuqoridagi mavzuni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Nima uchun chaqaloqqa tashqaridagi issiq xona yoki havo zararli? Salqin xonadan ko'ra. Zararliligining sababi shundaki, yuqorida tushuntirib o'tdim, chaqaloqda termoregulyatsiya rivojlanmagan bo'ladi va bu o'zini tanasini yetarlicha sovita olmaydi. Juda ko'p terlaydi, ko'p miqdorda suyuqlik chiqib ketadi, natijada chaqaloq suvsizlanib qolishi mumkin. Va ba'zan sizlar taraflaringdan shunaqa savollar bo'ladi, chaqaloqqa suv bersam bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Mana shunaqa holatda, ya'ni issiq havoda yashaydigan chaqaloqlar uchun agar suvsizlanib qoladigan bo'lsa, suv bersa bo'ladimi, suv berish mumkinmi emas, hattoki suv berishimiz zarur bu bolalarga. Ona emizgan paytida sut orqali suyuqlik o'tadi, lekin bola ko'p terlaydigan bo'lsa, issiq havoda bu suyuqlik, sutdagi suyuqlik yetmaydi. Shuning uchun ham ko'krak suti bilan ham bizda bitta qoida bor, oxirigacha emizish kerak deyiladi. Ya'ni sutning ma'lum qismi quyuq qism oziq moddalardan iborat bo'ladi. Shu bitta ko'krakning o'zida bir marta emizayotganda teppa. Bir qismi oziqa moddasi kamroq suyuq qismdan iborat bo'ladi. Shuning uchun oxirigacha emizish kerak. Bitta ko'krakni oxirigacha emizilayotgan bo'lsa, oziqa modda ham, suyuq qismi ham, ya'ni suv ham yetarlicha darajada chaqaloqqa o'tadi. Shuning uchun ham oxirigacha emizish kerak. Ozgina emizib turib yoki soqib tashlab turib orqasini emizmasdan bitta ko'krakda oxirigacha emizilsa, ham oziq yetarli bo'ladi, ham suyuqlik yetarli bo'ladi va qo'shimchasiga issiq havoda yashaydigan chaqaloqlar uchun suv berib turish kerak. Imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ana shu chaqaloqda ham konditsioneri bor bo'lgan salqin xonada parvarishlaydigan bo'lsak, bu nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Yuqorida aytdim, konditsionerning eng asosiy zarari bu xonani havosini quritib olishdan iborat. Qanday bilamiz buni? Ya'ni quridimi, qurimadimi? Namlik taxminan 40 bilan 60 ta orasida bo'lishi kerak. Buni bilishning eng oson yo'li gigrometr. Bitta gigrometr sotib olasiz, o'sha xonaga qo'yib qo'yasiz. Videoni tayyorlashdan oldin internet magazinlardan ko'rib chiqdim, 25 ming so'mdan boshlab 50 ming, 60 ming shuna atrofida har xil gigrometrlar to'lib yotibdi. Xonani haroratini ham ko'rsatadi, namligini ham ko'rsatadi. Gigrometrlar to'lib yotibdi. Bemalol olib, masalan, 25 ming so'm, 30 ming so'm juda katta pul emas, bemalol chaqaloqingiz uchun bitta xonaga olib qo'yib qo'ysa bo'laveradi. 40 bilan 60 ta orasida bo'lishi kerak. Endi qurib ketdi xona. Nima qilish kerak? Xonaning namligi 40 dan tushib ketdi. Nima qilishimiz kerak? Eng oson yo'li oddiygina bitta sochiqni namlab turib, o'sha xonaga osib qo'ysak ham bo'ladi. O'sha xonaga sochiqni yaxshilab namlab ilib qo'ygan bo'lsak, xonaning haroratini ta'sirida haligi sochiqdagi namlar parlanadi. Parlangandan keyin xonani ozgina havosini namlaydi. Yoki yuzasi kattaroq bironta idishga suv quyib qo'ysak ham bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa effekt beradi. Yoki pul sarflaydigan bitta usuli bor, bu xonani havosini namlantiruvchi vositalar. Ya'ni har xil vositalar bor, buni juda ko'pchilik biladi. Maxsus batareykada ishlaydi yoki tokka suv qo'yganda ishlaydi. O'zini idishidagi suvda yoki suyuqlikda yoki atirda purkab turadi. Endi shunchaki namlantiruvchi uchun unga atir boshqa narsa kerak emas, oddiy suvni quyib turib, o'shani vaqti bilan purkab turadi. Purkaganda xonani o'sha namligini saqlab turadi. Agar tashqarini namligi xonadan ko'ra yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, xona qurib qolgan bo'lsa, shunchaki eshik yoki derazani ochib turib, ozgina
shamollatvorsak ham bo'ladi. Agar shunaqa qiladigan bo'lsak ham tashqaridan nam havo kirib keladi va xona yetarlicha namlanadi. Va bundan tashqari yana bu eshik yoki derazani vaqti bilan ochib shamollashning bitta foydasi tashqaridagi mana bu xonada biz nafas olib yotibmiz-da. Chaqaloqdan tashqari kattalar ham bor, boshqa kislorod yutib karbon dioksid chiqarib yotibmiz. Xonani havosini tarkibida karbon dioksid ko'payib, kislorod miqdori kamayib ketadi. Biz shamollatgan paytimizda mana shu narsa ham o'z o'rniga keladi. Ya'ni tashqaridan kislorodga boyagan havo kirib keladi. Mana shunaqa qilib turib namlantirish, mana shunaqa qilib turib xonani kislorodni saqlashimiz mumkin. Umuman olganda chaqaloq uchun issiq havodan ko'ra, issiq dim havodan ko'ra konditsioneri bor bo'lgan salqin 24 darajani atrofidagi salqin havoda bo'lish yaxshiroq bu. Endi shunaqa holat bo'ladi, ba'zan biz mana shu sovuq xonadan issiqqa olib chiqishimiz yoki issiqdan bolani sovuqqa olib kirishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Bir sabab bilan tashqariga olib chiqib, ichkariga olib kirishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu qanaqa ta'sir qiladi? Bu agar chaqaloq sog'lom bo'lsa va yetilgan chaqaloq, ya'ni muddatida tug'ilgan, 37 haftadan keyin tug'ilgan chaqaloq bo'layotgan bo'lsa, odatda sezilarli zarari bo'lmaydi. Yoki katta odam uchun odatda sezilarli zarari bo'lmaydi. Termoregulyatsiya degan narsamiz bor. Bu birpasda o'z o'rniga tushirib oladi. Bir-ikki marta yo'talishi, bir-ikki marta aksirishi mumkin. Undan keyin hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Aytarli zarari bo'lmaydi. Faqatgina e'tibor qiladigan joyimiz tashqarida issiqdan olib keladigan bo'lsak bolani, bola terlagan bo'lsa, kiyimlari nam bo'lgan bo'lsa, kiyimlarni yechib tashlab turib, bolani terini yaxshilab artib quritib qo'yishimiz kerak. Sababi teri nam bo'lgandan keyin bu issiqlikni ko'proq yo'qotilishiga sabab bo'ladi. Issiqlik ko'proq yo'qotiladigan bo'lsa, bola so'qatib qoladi va energiyasi ham ko'proq ketib qoladi. Tez ochqab qoladi o'sha paytda. Va nam kiyim ham xuddi shunaqa samarani beradi, xuddi shunaqa effektni beradi va bolani konditsionerni havosi keladigan, o'sha to'g'ridan-to'g'ri havosi keladigan joydan uzoqroqda tutishimiz kerak. Ya'ni konditsionerni feni endi mashincha juda kelsa 1 metr keladigan narsa xonani bir chetda turadi. Bemalol bolani xonani boshqa joyda saqlashimiz mumkin. Ko'chadan olib kirganimizda ham, doimiy ochishda ham bemalol boshqacha saqlashimiz mumkin. Umuman olganda yozda issiq havosida bolani issiq xonada, issiq joyda saqlagandan ko'ra konditsioneri bor joyda biz parvarishlaganimiz, konditsioneri bor joyda yashagan u bolani bu juda ko'p marta unga nisbatan yaxshiroq. Va yana bir marta eslatib o'taman, konditsioner mustaqil ravishda infeksion kasalliklarga sabab bo'lmaydi. Konditsionerni vaqti bilan yuvib tozalab turish kerak va haroratini 16-18 ga emas, 22, 24, 25 darajada ushlab turish kerak bo'ladi. Sizda mavzu bo'yicha qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, odatdagidek shahlarda qoldirsangiz bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.